Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçlər. Reallığımızğa nəzər proqramımızın 15-ci sanlı görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görürmənlərimiz, həmənlər məlum bolğandək hər 2 həftədə bir qatım huzurunlarda şu saatda buluvatımız. Proqramımızda muhacirətdəki xalqımızınki özümüzün reallığı qarab durub özgərtişimiz kerek bolğan xilma-xil temalarını hər bölümdə ayrım şəkildə oturğa qoyub ilmi bir şekilde söhbət qılıb kelyapmiz. Al bilan proqramımızın aziz mehmini, daimliq mehmini hammalar tanışıb bolğan hörmətli qarindişimiz Selçuk Üniversitesi Tarix fənləri doktoranti, şundaqla yazğıcı və Şərq Türkistan Ölümələr Birliyi əzası Abdurrahim Dövlət əfəndimni Konyadan qimmatli vaxtını çıxırıb ziyaretimizi qəbul qılğanlığı üçün köp rəhmət etimiz aldı. Aleykümselam. Sizlərə köp rəhmət edim. Rahmet, Allah razı olsun. Qadirli görürmənlərimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarix qılıb. Ekran aldı çıxıb duruyatqan nömrümüz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızğa əlaqədar hər qandaq fikir, təklif yoki suallarınız bolsa, yollaşınlarını ümid qılırıq. Şundaqla köplügən qayrindaşlarımızdan faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmaysızlar. Əmdə biz ötken tünügün biz elanımızda bəgəndək bugünkü 15-ci sanımızda şu köçməllik hayatımızda avval nima qilishimiz kerak degan temada toxtalğanlığımızı elan bəgən bolduq. Əlbəttə bu köçməllik məsələsi insaniyət tarixi ta şu insan dünyaya mövcud bolğandan tatib meyli turmuş şərait onunğa məcburlusun, ya hər xil uruş, işğalığa uçraş degəndək xilma-xil səbəblərinin nəticəsində insaniyyət tarixi bu köçmən buluş, bir yerdən bir yerə hicrət qilishqa məcbur buluşdan ibarət bu nəsini başdan keçirməyən bir insan olması gerek. Əlbəttə bu hər millətinin beşiğə gələn xilma-xil musibətlərninki çoğun kiçik buluşu bilən fərqli nəticələrini keltirib çıxardı. Bulubmu nurgulğan əgər də bizim dövlətimiz müstəqil dövlətimiz bolğan bolsa şu şəkildə mi əlbəttə o'qish yoki xizmat sababli nurg'un dunyoning har qaysi joylarida muhojirət turib ko'chman bo'lish bo'lib yashaydigan ahvol kelib chiqadi. Lekin u sharoitda boshqa bir natija, boshqa bir natijani o'ttirg'a chiqarsa bizdek ishg'olga uchirgan Xitoy tajovuzchilarining zulmiga shiddatli uchrab kelgan shu sababli xilma-xil dunyoning har qaysi joylariga sarson bo'lib berishga mecbur olan bir xalqning beşiğe kelib onun keyinde ahirde kelib çıkılan netice elbette farklılık buluvatqanlığını körüp duruvatımız. Şunun için bugün elbette bunu tefsili halette nurgulluğun meyli bu dini milli kimlik cihetten qandaq təsir göstərdiğindən ibaret çoğun temalara kirib kelsek vaxtımız yar bəmigəldiği üçün biz umumi cəhətdə bugün bir köçmənlikə mübtila bolğan şununğa yüz tutqan beşiği kelgan bir millet qandaq işlarni qilish kerak eng avval degan bu temalarni şu az qisqa vaqtimizga sig'dirishga tirishimiz. Unda hurmatlik Abdurrahim Dövlət əfəndim kirib ketsek temamizda bəgən köçmənlik hayatımızda avval nima qilamiz degan bu baş mavzumizninki o'zgartirilgan bir savol shaklida köçmənlikə qadam qo'ygan kishi eng avval nima qilishi kerak degan savoldan başlasak qilma rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu savolni men agar biz o'zimizning ko'chmanlikni hijrat deb atashga to'g'ri kelsa, unda biz o'zimizning barliq hayotimizning hamma qismlaridagi ulgimiz, o'rnakimiz Payg'ambar alayhissalomning Makkadan Madinaga hijrat qilgan voqealigidan misol bilan başlamoqchi. Biz Peygamberimizin hayatını okuyduğun bolsak, nayt roşan köreleydiğin bir qancha mesele var. Birisi Mekke'den Medine'ye hicret kılıp, Medine'de toprağa kadem koygan en dastlabki mezgillerde Peygamber Aleyhisselam derhal yolga koygan bir qancha iş var. Bu bir qancha iş menimce meyli biz qayaga hicret kılaylı, yani qayaga köçeyli, bu bizge mengü yolumuzga yol çırqı bulalaydigan mahiyette. Onda da Peygamber Aleyhisselam Medine'ye kelgandan en dastlabki nima ish qildi? Menimcha mushu bir qancha qilgan ishiga diqqat qilsak, dal xuddi bizning
mayli Türkiye keleyli, belki mayli Avrupa, Amerika'daki başka devletlerge baraylı. Bizning qanday tanlashimiz, nima ish qilishimiz haqida aytib muhim ko'rsatkich rol o'ynay oladi. Mening bilishimcha Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelib eng dastlabda qilgan ish hammamiz bilamiz. Masjid soldi. Yani Quba masjidini barpo qildi. Endi men bugun bu yerda masjid selish nuqtasini, yani masjid selishni iborat bu ibodatxona barpo qilishni nuqul faqat namoz o'qiydigan bir yer paydo qildi degan oddiy ma'noda tushunishni toza to'g'ri ko'rmayman. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'deki mescidi, yani Kuba mescidi onun keyin selingan Peygamber mescidi, yani Mescid-i Nebevi. Şu vakitte Medine'deki Müslümanların hükümetiydi. Bundan degende teşkilat organıydı. Şu mescitte nurgun işler doğruluk karar kılınattı. Yığınla, yığılışlı mescitte elip verilattı. Hatta kümül iç faaliyetlerimi mescitte elip verilattı. Herkes hazırkı manadaki fakat biz 5 vakit namaz okuş üçün ihtiyacımız düşüp andın bardıgan bir ibadetgahla emez. O Müslümanlar hayatının siyasi, ictimai, medeniyet merkezi. Yani ben onu bugün ne mi de düşünüm dese teşkilat da düşünüm. Yani verip teşkilat kurgan diye, teşkilatka bir karargah payda kılgan diye de parayı. Onda da biz bir yerden bir köşke vakitte en dastlabda kıldıgan işimiz şu üzümüz yaşavatkan rayondaki biz özümüzden Uygur Müslümanlarının kurgan teşkilatlar etrafıga zich uyuşumuz. Bu belki nurgun kişilerge başkaçarak bilinişi mümkün. Ama biz resmi oylap baksak meselen değil. Türkiye'ye kelgen Müslümanlığa nispeten namaz okuyduğun mescid berpa kılışından onçala zürriyeti yok. Çünkü Türkiye dünyadaki mescid en köp devletlerden biri. Hedemde bir mescid var. Biz namaz okuş ihtiyacımız için yeni mescid berpa kılışımızdan acit yok. Ama biz yığılışımız için, biz bir merkez etrafı uyuşumuz için şu mescid karakterindeki bir organa ihtiyacımız var. Şu biz bunun okul mescidlik karakterini biraz kenara itip durup Müslümanların bir yurtu buluşu lazım, bir teşkilatı buluşu lazım. Nurgun işlerini ortak meslehatleşidigan, kengişidigan, ortak karar çıkırdigan, şu devlette uçuravatkan ortak kıyınçılıklarını ortak başqatırış üçün hal qildigan bir organı nengisi buluş lazım deb o'ylasak vaqtda biz eng dastlabda nima uchun Madinada tashkilot qurilganligini his qila olamiz. Chunki bayon deganimga o'xshash Madinadagi qurilgan tashkilotning roli yana ta'kidlay, nuqul namoz ehtiyojini hal qilgan emas. Musulmonlarning barliq ehtiyojini hal qiladigan bir markaz bo'lgan. Endi biz namoz ehtiyojimizni mavjud masjidlarda hal qila olganimiz bilan, ammo biz Uyg'urlar mayli Norvegiyada yashayli, mayli Shvetsiyada yashayli, biz özümüzden Uygur Müslümanlarının ihtiyacını, medeniyet ihtiyacı, marif ihtiyacı, iktisadi ihtiyaç, siyasi dava kadarlık bütün hizmetlerimizni mümkün kadar teşkilatlar yetekçilikini kılış bizden en mühim tanlışımız. Meyli bunu kendi siretten misal edip asaslandırmalı. Ya ki hazırki bizden faaliyetimizin ihtiyacı noktasından karaylı. Bu alakı biz keçip kutlanmaydıgan bir tanlışımız da böyle. Çünkü bizim hususi tirişçallıklarımız teşkillenmegice düşmenge nispeten zerbe bireleydigan, kakşatqı zerbe bireleydigan bir küçük aylanmaydı. Şimdi ikinci iş. Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye geldiğinden kılgan en mühim işten burası. Kerindaşlık berpa kılış. Yine hatta Peygamber Aleyhisselam inip kılıp palanı olan kerindaş olsun, palanı olan kerindaş olsun de Mekke'den Medine'ye hicret kılıp gelgen muhacir olan Medine'deki esba, Medine'deki Araplar, yani ensarlarını birisi huddi çetip koydu. Sen palanı olan kerindaş, sen palanı olan kerindaş de. Hatta arada onu inip uçuk mesuliyet, mecburiyetlerini yükledi. Hatta şu vakitte bir keyindişini 3 günge taşlavatga, 3 güngacha izlemey taşlavatga adam bizden emas degan o'xshash noiti keskin hukm chiqargan hadislarni Peygamberimiz aytdi. Mana shunday ma'nosi nima? Siz bir shahardan, bir yurtdan notunish bir yurtga borgan vaqtda siz eng ehtiyojli bo'lgan narsa shu rayondagi kishilar bilan inoq ittifoq bir gavda hosil qilishimiz lozim. Shu bu aloqa dastlabki o qarindoshlik qurilishi nuqul
Sizlar kelganlar bilan yaqin o'tanglar degan ma'noda oddiy emas, balki paloni bilan paloni bilan paloni qarindosh bo'lsin deb nihoyatda belgilab qo'ygan bir qarindoshlik bu. Birisi muhojirlar bilan o'zaro birisi-birisini qarindosh qildi. İkincisi muhacirlerle ensarlarını qarindosh qildi. Yani üç taraflik bir münasebet var. Unda biz nima ish qila olamiz? Yani biz bunu hayatımız qanday tatbiqlaymiz? Mesela biz Türkiye'ni örnek elib so'zlasak, biz Türkiye'ye keldik. En avval öz içimizde aslında bir illik bir münasebet, mehr-muhabbetlik bir rishta barpo qilamiz. Yoki mushunaqa tirishimiz. İkinciden, o'zimiz yashagan mahallalarda yerlik Türkler bilan Müslümanlar bilan qarindoshlarimiz bilan inoq o'tishga tirishimiz. Ulardagi ushshaq-tushshaq farqlar tufaylidan ulardan yiroqlashishga, ularni o'zgarmaslik amaliyotda ta'tir kelsak o'zimizga ziyonliq. Ular bilan munosabatni yaxshilashga tirishimiz. Bu hem munosabatimizni yaxshilashga foydali, hem o'zimizning bu yangi dunyoda putrab turishimizga, o'zimizning yashash sharoitini texmi yaxshilashga foydali. Masalan biz Türkiye'deki meselelerine girip bular aminni üllük demeydiken, yoki namozni bizga o'xshash o'qimaydikan, ba'zi ishi farq qildikan deb biz farqlanib olsak, biz yiroq turib olsak, masalan turk qo'shnilarimiz bizga tatliq turimlarni sunganda, bizmi aktivlik bilan ularga yaqinlashmasdan, ulardan yetir qilsak, ulardan yiroqlashsak, o vaqtda bu hem bizning dinimizning ruhiga xilof, hem o'zimizning manfaatiga zid. Xo'sh. Endi bu o'xshashlar menimcha Yevropaga yoki boshqa yurtga ko'chgan qarindoshlarimiz uchunmi o'xshashlik kuchga ega deb o'ylayman. Avval o'zimiz borgan rayonlardagi musulmonlar jamiyatini izlaymiz. Ular bilan munosabat barpo qilamiz. Hatto mumkin qadar shu yerdagi hatto bizga asqatadigan, bizga darhol yordam qo'lini sunganlar ko'pincha yana Turkiyadan ko'chib borgan turk musulmonlar bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda bir milliy bog' va diniy bog' mavjud aramizda. Buni Yevropaga borgan yoki g'arb davlat borgan nurg'un qarindoshlarimiz bevosita his qila oladi. Boshqa Pokiston, Hindiston yoki arab davlatlaridan borgan musulmonlar qaraganda eng avval Turkiyadan borgan turk musulmonlarning bizga avval qo'l sundiganligini ko'ra olamiz. Bu hayotimizda uchratayotgan bir masala. Shu buningdimi biz passivlik bilan saqlab turmasdan, aktivlik bilan ular bilan munosabat qurishga hareketlenişimiz lazım. Şuna özümüzden ve ictimai etrafımızı özümüzge faydalı bir şekilde aylandırıverişimiz lazım. Bu ılgı sel qaraydigan mesele böyle. Çünkü biz bazı vakitte yeni kelgen çağılda Türkli undaqken, mundaqken, bundaq işlerine dikkat qilmaydigan, undaq işlerine dikkat qildigan deb amalla ularning bo'ladigan taraflardan bakrak bizga bo'lmaydigan bilingan taraflarga diqqatimizni markazlashtirib, ular bilan yaqin munosabat qurishdan qechyapmiz. Mesela helmi hozir, mesela Türkiye'de 5 yil, 10 yil yashab turibmi? Turklarning yaqin do'sti va Uyg'urlar ko'p emas. Buncha bu ular bilan do'stlashish, yaqin o'tish xato ish emas. Hatto muhim ish. Mayli davoyimizni anglatish nuqtasidan bo'lsin, mayli bizning Turkiyada putrab turib yashash nuqtasidan bo'lsin, biz ularga ehtiyojli. Ular bilan yaxshi munosabat barpo qilishimiz bizning muhim bir ishimiz. Ama biz psixik jihatda o'zimiz tunish kishilar bilan usulda yaxshi aloqalasha olganligimiz uchun, shu huzurni tunishlarimizni bekrak olganligimiz uchun ko'pincha vaqtida ular bilan da shaxsiy do'stlik o'rnatishga sal qaraymiz. Boshqalar yaqinlashsimi yoki boshqalar qadam olsimi biz qadam olmaymiz. Yetirqaymiz, tortinamiz. Bu menimcha to'g'ri bir pozitsiya emas. Bu belgiz butunlay ularning quchqiga o'zingizni tashlab berib, shularning quchqiga erib keting deganlik emas. Bayam deganga o'xshash, yangi bir yurtga kelganligi eng avval lozim bo'lgan narsa aniq ittifoq bir ijtimoiy kayfiyat va ijtimoiy muhit. Biz buni o'zimizning aktivchanligi bilan, o'zimizning xushchiroyi bilan, tabassumi bilan barpo qilamiz. Hargiz qechish bilan, yetirqash bilan o'zimizning o'zimizdan chegarasini so'lib olish bilan hal qilolmaymiz. Shunlashqa ikkinchi masala bu qarindoshlik barpo qilish. Biz buni bugun tatbiq qilsak, menimcha, mushunda tatbiqlay olishimiz mumkin. Albatta biz Turklarning
yoki Arab musulmonning uyiga kirib, "Men sizning uyingizda yatay" demaymiz. Chunki ansarli yo'q. Biz bu muhojirlarmiz. Ammo doğruyalaymiz. Uni bugungi zamonga loyiqlashtirib doğruyalaymiz. Yani bayan şekillerde. Aslında biz ma'lum bir şehirde. Bu şehirde başka Uygur qarindoshlarimiz yok. Ama bir Pakistanlık Müslümanların bir dernekli bir cemiyeti olsa, yani biz aktif bilan bor. Assalomu alaykum deb kirsak, bizning assalomu alaykum degan bu sözümüz bütün İslam dünyasida xuddi oltin ochishga o'xshaydi. Har qanday eshikni ocha oladi. Ha, mavu musulmon ekanda deydi. Biz o'rtaq bir til, o'rtaq bir medeniyet ustiga qurilashqa til deb qatadidim-da. Yani bir medeniyet tili. Boğaçqa biz derhal kiralaymiz. Belki iqtisadi, ijtimoiy başka nurgun fursatlarimiz mana bu eshiklar orqali belki bizga ochilishi mumkin. Xo'sh. Endi üçüncüsü ayet muhim bir mesele var. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye kelgandan keyin eng dastlabda Medine'de asli yashayotgan bir qancha qabila var. Ularning 20-yili, ya'ni Aws nima? Bani Qurayza, Bani Qaynuqa ve Bani Nazir qabilalari biz bilamiz Yahudilar. Kelib eng dastlabda qilgan ish derhal Yahudilar bilan to'xtam tuzishdi. Biz sirat kitaplara qarsak, bazı kitaplarda Medine vesiqasi deydigan bir hujjatni uchratamiz. Bu 50 moddага yaqin bu hujjatda Müslümanlar bilan Yahudilar orasidagi diqqat qilishga tegishli barliq nuqtalar xulosalangan. Mesela Hindistonlik mashhur islom tarixchisi doktor Muhammad Hamidullah buni dunyo tarixidagi tunji asos qonun deb sifatlaydi. Yani biz o'zimizning turmushini muayyan bir kelishim ve kanun üstüde berpa qilyapmiz. Bizga ziyon yetkazish ehtimolligi bo'lgan kuchlarni qonun, tuzum ve yani kelishim orqali ularning tutqulini tushashga bir tirish bor. Yani Mekke'nin Medine'ye kelgandan keyinla derhal küçük bulup ketemedi Peygamberimiz. Çünkü bir yerde gerçi ensarlı ulanın kızının karşı ağam bilen uladın başka fırsat kütüp yatkan münafıklar var. Onun başka ulanın tıkımı gazipini keltiriyor. Medine'nin yetekçilik hukuku hem de bunun kolu ötüp gitemdi o da ensirewatkan Yahudiler var. Bu da her vakit Mekke'deki müşrikler bilen ve başkalar bilen til biriktirip mesela keyin şundak oldu bu. Tehi müstehkemlenmeyen bir İslam cemiyetini her vakit aldırıp yetiştirdi bu. Bunda vakitte derhal olabilen o kilişimde tüzüşüne aitti muhim bir stratejilik kıymeti var. Bunu biz bugün qanday tatbiqlaymiz? Menimcha biz bunu özümüz yaşayotgan devletning qoida qonunlarini, tertiplerini ügüniş bilan shular orqali o'zimizning manfaatini qo'g'dashga tirishishni tatbiqlaymiz. Masalan, men shu narsani his qildim, chet elga chiqqan Uyg'urlarimizning eng oddiy misoldan boshlasak, ayni vaqtda butunlay bir savodi bor odam to'g'ri o'zi qila oladigan bir ishni, masalan, bir Turkiyadagi bir universitetning to'maridan chaqiriq elish deydigan ishni butunlay telefonda yoki to'g'ri qilib oldi. Ama bu şunda adli bir işini biz Türkçini sözleşki eringenlikimiz ya ki bilmekenlikimiz sebebiyle başkaları bir neçe bin lira pul verip şunu kıvıldık. Hatta onu yani üzümüz yolmamayı kılalaydıgan bir işini başkalarını vasıtıkıp durup şunu pul heclek durup kılavatımız. Bizim evimizde yolmanmasak tutmaydı deydigan bir tosalgı var. Bu bizge vatenden kalgan, yani Xitay cemiyetinden kalgan bir tosalgı. Çünkü barlıq işlerimizni bizleki para veriş arkalık, yol veriş arkalık tüküngen bu başka. Chet elde bu bir yol mansakçı deyim. Mesela aynı vakitte vatandaşlık çıkmadı, ya ki ikamet esel ki çıkıp gitti desek, arkadaşlar özel ne deyişti? Yol mansak oladı dedi. Falaniye'nin yeşil kartısı çıkmaptı dese, obdarak yol mangın bolsak çıkarttı deyişimiz. Çünkü kallamızda yol meniş deydiğen bir Xitay'da kalgan bir asaret var. Bu bizim kanun okumasımız, tertip üretmezlikimizle bir vasıta münasebetlik. En akallisi 2017 yıldan keyin Türkiye'ye geldim mesela ben. Köç idaresinin torbetiga kirib, şu yerden ikameti iltimas qilib oldu. Fakat şunu dahil okusak, toşquzduğun barlıq narsalarni, lazım narsalarni deb berdi. Ama bu şunu mu? Ma'lum bir Uyghur
qattiqroq desak bir aldamchiga yoki qo'ymichiga 5 ming lira, 10 ming lira berib, shuni to'shqazlar istirib pul to'lagan nurg'un kishilarimiz bor. Mushit palani epbadi deydi. Randevuni palani epbadi deydi. Palani epbameydi aslında. Fakat şunu to'shqizib berdi. Aslında onu yüzümüz bağlı alaysiz. Bu bizdeki elbette özümüzün menfaatli münasebetli olan kaide, tertip, kanunlarını bilmezlikimiz. Ameliyatı bizden şu devlette azadi yaşamımızda putkolumuzu çöp durduğuna aittir. Bir mühim asaret bulunmalı. Biz bunu azrak treşallık göz arkalıkla hal alayımız. Ya ki bir adukat ile paranlaşımız azrak buluyor. Bu nima ishlarni qilamiz? Bizning qanday haqqimiz var, qanday huquqlarimiz var, qanday majburiyatlarimiz var. Deganni uygunib olishimiz nihoyatda muhim. Xo'sh. Hem bu tez emas. Hem de to'rtinchi qilgan ish nima? Bu nurg'un musulmonlar nihoyatda nazardan soqit qiladigan bir ish. Payg'ambar alayhisalom berib qarasa, bu Yahudilar Madinaning asosiy iqtisodini kontrol qilgan. Yani Yahudilarning cho'ng bir bozori bor. Shunda payg'ambarimiz derhal Medine'de inip bir yerini köstüp, hatta kozuklu dairesi belgelep bir pazar kurdu. Bu nokta intihain mi? Yani soğukun nebi dep atıldı. Menbelerge karasak, şunda körümüz. Yani peygamber pazarı deydiğen bir pazar var. Yani Müslümanlığın ayrı bir müstakil iktisadi bazısı, iktisadi asası bolsun de derhal pazar kurdu. Yani bu mu intihain mühimmiştir, menimce. Bu kadar mühimmiştir. Biz Islavatkan en mühim sebeplerinin biri ameliyette tigi teklinin etkanda iktisadi kıyınçılık. Ama biz hazır iktisadi kıyınçılıkını uçuk değişiklik yüzümüz kızağallık için ya pul tapanmadım ya ki iktisadi kıyınçılık var ki kettiğimiz yüzümüz kızağallık için başka bir sebeplerle bağlap durup kitivatı dönemde. Tamam. Bunu mu kılsın değil. Ama biz sel karavatkan bir narsa var. Biz özümüz yaşavatkan devletin iktisadi kurulması, iktisadi tüzümü, iktisadi evzelliki degandek taraflarını tadqiq qilib bakmadık. Bunu ügünüp bakmadık. Bunu bilip bakmadık. Ben aldığım kısalık bazı programlar debütep kettim. Mesela ben bir dükkan açmakçı olsam, siz Abdullah Yalqın'ı izleyme. Adaş ben bir dükkan açarken qanday qilsam bo'ladi deyman. Ama siz dükkanını içip bakmagan. Siz fakat bunu ağıyla boğallık için de mesela sorayım ben. Siz bu kesme ilgisi emez. Aslında. Aslında bunu Türkiye'de yaşavatkan birinin soruşum. Belki muş kesip ilgisini mesela edilişim lazım. Mesela ben kesip etalayım Türkiye'den başka devletlerge ketivatkan kıyındaşlarımız Türkiye'nin iktisadi fırsatları hakkında kançılık izlenip bakıp kançılık sınaklarını bakıp kançılıkın burnuğa yap bakıp anadaki ketti. Buna şu dakikalı yok diyelim. Çünkü biz körevatımız. Bunda kakalı yok diyelim. Biz kanda köngendiyse da okşatsam maşine edip gidip alsak aldığımızda kızılçırak yansa biz maşinimizi kızılçırak yandı yeni bir toktatmasın. Aman kızılçırak yanıp kalan orada 100 metre minde toktutumuz. Şuna yeşil çırak yanılan vakti derhal edip alsak yine kızılçırak yanıp kaldı şuna ötenmeyiz. Yani biz fırsatlarga üstüp bakmayımız demek. Ameliyatda ben oylayma çoğun cihettin. Kıyınlıqı da gap yok. Tigi teklidin etkanda muhaciret, köçmenlik, kıyınçılık deganlik bu. En avval biz kallımızda bu kıyınçılıkni ötküzüp ötüşimiz lazım. Bunu qabul qilishimiz lazım. Anadaki kiyinki meseleler asallaşıdır. Bu mesela siz o'tmishimizdagi boyligingizni, o'tmishimizdagi esil bayashat yashaganlaringizni eslab, burun mundaq hozir bunda olmay qoldik deb o'zimizni o'zimiz azoblab qo'yamiz. Amaliyotda bunda qilishning hech qanday nimasi yo'q. Hojat yo'q. Tamam. Demak, endi mayada Madinada payg'ambarimizning bozor qurganligidan iborat bu paketdan biz chiqara oladigan narsamiz. Mayli qayerga boraylik, mayli Amerika, mayli Kanada, Şvetsiya, Norvegiya, Germaniya, Gollandiya olsun, Türkiye olsun. Biz yaşayotgan devletning iqtisodiy ahvolini mana ravrus bir tadqiq qildi. Bunu o'qiylik. Kitaplarını setib olib o'qiylik. Türkiye chet elga nima eksport qildi? Türkiye chet eldan nimalarni import qildi?
qaysi sohalarda alayda afzalligi bor deganlarni o'rganili, belili, ko'rili. Andan keyin bu yerda Kürtlar yashayotidi necha million, Arablar yashayotidi necha million, Afg'onistonliklar kelib yashayotidi necha million, necha yuz ming. Biz bir rizqqa iymon keltirgan musulmon bilan suhbatimiz bilan biz o'zimiz kelgan rayonda rizqimizni izlab, tepib yeyalaydiganligimizga ishonch qilishimiz lozim. Men tuzuk izlab bakmay turib ketyapmiz deb o'ylayman. Ya'ni mana deyli qiyinchilik mavjud. Haqiqatan qiyinchilik mavjud. Bu obyektiv reallikni inkor qilish qiyin. Ham xato inkor qilsak. Ammo biz o'zimizdan so'raydiganimiz, men bu qiyinchilikning ustidan g'olib kelish uchun qanchalik tirishdim, qanchalik sinov qilib baqdim, o'zimni qanchalik yetishtirdim, fursat yaratish uchun men nimalarni qildim deb so'rayotib bo'lgandan keyin, andan keyin qaror chiqarsak to'g'ri deb o'ylayman. Chunki fursatlar odamga tushliq bo'ladi. Men bek ko'p ta'kidlayman buni. To'g'ri. Masalan deyli, sizga bir fursat keldi. Amerikaning bir şirketi deyli, Türkiye'den ma'lum bir narsani import qilmoqchi. Masalan, gul oqoqlarini deyli, gul oqoqlari Türkiye'ning dunyoga ochiq taqiladi. İngilizce biladigan bir odamga ehtiyoji bor. Sizga Amerikadagi tunishingiz mush fursatni berdi. Sen ishlagin dedi. Siz ma'qul deb keldingiz, ammo ularning talabi sizning İngilizce va Türkçeni yaxshi bilishingiz. Shuningdek bu fursat ham sizning qo'lingizdan ketdi, chunki ular keldi sizning bu tilni bilmaganligingiz uchun, "Hey, seni ishlatsak bo'ldi" deb yondashim. Afsus, ammo bizga bunda bir iqtidor va odam lozim dedi. Ana shunday vaqtda biz kimdan og'rinamiz? Fursatning kamiganligidanmi yoki bizning tayyor emasligimiz? Shunga, balki fursat yo'q, sharoit yo'q deguvchilarga shuni degim keldi. Siz o'zingizni shu sharoitga qanchalik hozirladingiz? Başka yerlikle 8 saat uxlagan vaqtda sizmi 9 saat uxladingizmi yoki 7 saat uxlab 1 saat uyandingizmi? O'zimizdan menimcha insof bilan mushu savollarni so'rashimiz lozim deb o'ylayman. Endi 4-chi nuqtamiz shu endi. Yana qaytib keladi, shu bozor masalasi. Shunlashda bizmi qaysi davlatda yashasak, shu davlatning iqtisodiy qurilmasi, vaziyati postini tadqiq qilishimiz lozim. Şu kasb egalaridan ko'p paranglashishimiz lozim. Ya'ni fursatni purab tepishimiz lozim. Tarixda barliq millatlar ko'chman bo'lganlar amaliyotda bir mezgil o'tgandan keyin shu davlatda iqtisodni quliga olgan odamlarga aylangan. Yahudiylarni o'ylab boqili. Rossiyada, Germaniyada, Fransiyada, Angliyada ular uchragan qiyinchilik ularni ma'arif va iqtisodiy texmi o'zini kuchaytirishga turtki bo'lgan. Bu tarixte mevcut iş bu. Medine'ye qaytaylı. Peygamber Aleyhisselam'da tasarruf bakılı. Mesela Ömer İbni Affan, mesela Ömer İbni Hattab, Ebu Bekir Ezra'nın Osman İbni Affan, Abdurrahman İbni Avf, Said İbni Ebu Vakkas. Katarlık sahabenin hepsi Mekke'nin kimleri? Mekke'nin zerdarları. Büyük gündeki milyonerleri. O da asasen bütün mülklerini taşlap koyup geldi. Ama nayt kısa vakit içinde Abdurrahman İbni Avf demiş tüketti. En bay kişilik aylandı. Osman İbni Affan bütün baylığını ne kıldı? İane kıldı. Ebu Bekir Ezra'nın yani kısa vakit içinde yani şu bazada, şu Medine muhitinde kayıtı baylık berpa kılalıdı. Baylık yaratalıdı. Şunlaşka mümkün emas degan gap sal aldırab aytilgan gap. Qiyin. Ammo qiyinchilik kuchliq ter tüküşümüz yeterli emas deb o'ylayman men shaxsan. Balki bu baho biroz subyektiv bo'lishi, ba'zi qarindoshlarimizning ko'ngli kelishi mumkin. Ya biz bektirishdik deb o'ylashi mumkin. Ammo yolg'iz o'ltirib, asma aqshimi yetib turishga qarab, hammamiz o'zimizdan so'rab boqaylik. Haqiqatan yeterli tirishdim bu. Bunga biz o'zimiz vijdonimizga qo'limizda tiqib turib javob berishimiz lozim deb o'ylayman. Endi oxirgisi bek muhim. Oxirgisi hijratning niyati. Yani bizning inimiz. Biz nima uchun hijrat qildik, nimani qo'g'lab hijrat qildik degan narsa bek muhim. Nimani istab hijrat qildik? To'g'ri. Makkadan nimani istab hijrat qildi?
erkinlikni istab hijrat qildi. Oddiy vaqtda. Sahobalar Madinaga kelgandan keyin, erkinlikka erishgandan keyin biz qaysi bir manbadan, qaysi bir sahobaning "Ey, mening Makkada nihoyat jiq do'konlarim qoldi. Necha million dirhamlik mulkim qoldi" deb uhsinganini, qaqshig'inini birisi bilan dard to'kkunni anglab boqdik. Chunki ular Madinaga shirkat qurg'ili, beyg'ili, mashina sotib olg'ili, doj sotib olg'ili, rohat yashag'ili kelgan emas. Ular bir da'vo bilan kelgan. Ular bir niyat bilan kelgan. Uning uchun, ular da'vosi uchun qurbon berganlarga azoblanmaydi. Chunki ular niyati ularga shu azoblanmaslikni o'rgatgan. Hozir biz nima deb azoblanyapmiz? Hozir vatanda qarindoshlarimiz namozni masjidda o'qiolmaydi. Hozir biz Turkiyada turib namozni masjidda o'qiy olganligimiz uchun hayajonlanadigan, xushallanadigan qancha odam qoldi. Biz vatanda saqlasak bizni 10-15 yil kesib o'tadigan kitoblar bor. Bugungi kunda bu kitoblar kitobchilarning yollarida, do'konlarda to'pib o'sib turibdi. Ajab bu kitobni o'qiolmaganida hozir buni o'qiy oladigan fursat keldi deb xushal bo'ladigan qanchalik uyg'ur qoldi. Bu acaba fursat emasmi? Biz bu ishni istagan emasmi? To'g'ri. Nima uchun bugun biz bularga erishgandan keyin bu xushallikni endi yo'qotdik? Turmushdagi qiyinchilik to'g'ri, u bor. Ammo biz nimani qo'g'lab kelganligimizni unutib qolmaylik. Nimani niyat qilib kelganligimizni unutib qolmaylik. Mushu esimizda bo'lsa-la, biz niyatimizdan kelgan kuch, aqidamizdan kelgan kuch orqali reallikdagi qiyinchilikning ustidan g'olib kela olamiz. Chunki bir musulmon erishsa Allohga shukr deydi. Yo'qotsa sabr qildi. Bizning niyatimiz bizga mushu ikki ishni o'rgatadi. Agar niyatimiz mushu ikki ishni o'rgatilmagan bo'lsa, vaqtda biz iymonimizda qayta bir so'roq tortib beqishimiz lozim. Men kim edim? Nimani niyat qilib kelgandim? Hozir nimani dard qilyapman? Deganni o'ylab beqishimiz lozim. To'g'ri. To'g'ri. Agar biz mushu niyatimizni qayta aslagan vaqtimizda biz hijrat qilgandan keyin erishgan ma'naviy afzalliklarimizning qadriga qayta yetimiz deb o'ylayman. Endi mana shunday bir misolni olgim keldi hamisha. Bu ba'zi kishilarning ko'ngliga tegishi mumkin. Biz ba'zi kishilarimiz rasmiy vatandagi vaziyat bunda bo'lib ketdi, bir hijrat qilayli deb chiqdik. Yoki chiqdi. Ba'zi kishilarimiz chiqib kirolmay qoldi. Yani ish yepilib qilib. Xo'sh. Yoki ba'zi kishilarimiz bu hijrat avtobusiga chiqib kelib tushunmay qoldi, ishga yepilib. Shuning bilan kep qoldi. Mayli qanda sabab va maqsadda yurtdan, vatandan ayrilgan bo'layli. Ammo biz so'g'uq bir reallik ichida. Ya'ni biz bir ko'chman. Bu ko'chmanlik bizga hayotimizda ikkinchi bir yashash fursati taqdim qildi. Bu yashash fursati bizni ya o'zimizning tarixining oltin betlariga ismimizni yozg'izdi yoki la'nat betlariga ismimizni yozg'izdi. Ya'ni Netzining pek ko'p takrorlangan bir mashhur gapi bor. Ya'ni bizni o'ltirmagan narsa bizni kuchli qiladi deydi. Bugungi kunda bu gap bizga nihoyatda tushdi deb o'ylayman. Bizni o'ltirmagan azob bizni tavlaydi. To'g'ri. Ammo tavlana oladiganlarni tavlaydi. Buni unutib qolmasligimiz lozim. Endi men olmoqchi bo'lgan misolim shu. Biz endi vatanda bunda tasavvur qilmayman doim. Biz xuddi bir odamning eg'ilida boqqan eshaklarga o'xshash. Tuyuqsiz bu odam vayron bo'lib, bu uy vayron bo'lib, bu eg'ilda sulinib yotgan eshaklar erkinlikka erishdi. Shuna buna ait hayajonda sakrab, taqlab, jangallikqa qarab yugurdi. Bu ajab yuguriyaladik, o'ynayaladik deb nihoyat xush bo'ldi. Birden bir gün Kursk'a işe başladı. Sonra can yaydap baksa yantakının tikini kattık. Sel eğizlerini kanıtı etti. Keş bunu şöyle tam bu yerden böyle yol vasıta ulaşmaya başladı. Şunu ular korkap titreşke başladı. Bir yer gelip değişti de hem de. Adaş. Asli ikimizden eğilimi yaxşı ki. Bu bizge helep ekilip bir demez mi? Bu jangalda yaşaş teske.
Qaranglar biz tayyorlab yegan bo'lsak, qo'sqimizdan g'am qilmaydi. Men ba'zilarimiz mushu eshaklardek paranglashayotganda bilmadi. Jangaldan iborat bu erkinlik hozir bizga ig'ir kelyapti. Chunki biz jangalga moslashgan emas asli. Biz eg'ildan qochib chiqqan. Uning uchun biz jangalning qo'rqinch hayotiga o'zimizni tayyorlayapmiz. Agar biz jangaldagi yoy eshaklarga o'xshash jangalga moslashgan bo'lsak, ozroq vaqtdan keyin biz jasurlashgan. Kechdi nima yeyman, ati nima yeyman degandan g'am qilmagan bo'lardik. Ammo doim bir yerga kelsak, shu o'qurdagi halabni sevinsak, ma'va endi bak echinishli bir ish bo'ldi. Ma'va bizning eg'ildan qutulgan bo'lsakmi, ammo ruhimizdagi eg'ildan qutulmaganligimizni ko'rsatib qo'ydi. Mana ma'va meningcha biz uchun eng Nayet güzel bir düşündürüş oldu. Allah razı olsun. Hakikaten yani bunu size gap kılışının kerik kalmadı dep qarayman, nayet güzel tefsirli düşündürüş oldu. Hem de siz mi abay tilgayılıp ötkenmi şu sözünüzü azırak tilgayılıp öttiniz hem de. Hem ahirki küllerde anlavatımız anca-muncha ijtimoiy uçur vasıtlarda quluqimizga kirib atrofimizdagi tunuydigan kishilarniki. Hem bu Türkiye'de tunji ishmi emas hamda shunday bir qancha yillar bir qatam anglaymiz bu ishlamda. Bir kishini hamda ma'lum joyda shu sharoit yaxshi emas deganni ilgari surib turib boshqa joyga ko'chishiga qanday qaraysiz? Ketib qoldimi qanday? Avazım anlandı mı, anlamadı mı? Anlandı. Nima anlandı? Benim sualımni aldınız mı? Ya, hozir uzilib ketdim atorchi. Shu qayta kelishga gap qoldi. Ha. Mana bayam gapim to'liq oxirlashganmi? Oxirlashgan, javobingiz to'liq oxirlashgan. Lekin mening sualim uzilib qoldi o'sarlikda. Qayta takrorla. Yani yuqoridan aytib o'zingizning so'zimni tilga olib o'tdingiz masalan shu. Ba'zi bo'libmi oxirgi zamonlarda ijtimoiy uçur vasıtlarını ko'rib turibmiz. Türkiye'den bir türküm qarindoshlarimizniki ko'chib boshqa davlatlarga ko'chayotganligini anglayapmiz. Hem bu Türkiye'de bu tunji qatimliq ish emasmi, pat-patmi shunday bir qancha yillar bir qatim bu shamol chiqib yana to'xtab qilib degandek ishlar bo'ldi, hamda yo'l echildi, taqaldi degandek. Shunda ma'lum joydan sharoit yaxshi emas deganni ilgari surib turib boshqa joyga ko'chishga qanday qaraysiz? Albatta bu yerda 5-10 yil yashagan insonlarmi bor uning ichida masalan. Albatta boshqa bir davlatga darhol yerlashib shu yerga yana ko'nib qilib bo'lgan nurg'un zaman ketolmaslardi. Mushu sabab bilan ko'chishga qanday qaraysiz siz? Buna ait bir muhim savol oldu. Ben bunu bir qancha nuqtada yig'inchoqlashga tirishay. Mening nazarimda Türkiye'deki qiyinchiliklar, real qiyinchiliklar sababidan o devletlerge hicret qilish yoki ko'chib ketishni her bir shaxsning ahvoliga asosan bir narsa deyish kerak deb o'ylayman. Yani bayan degandek buni eng yaxshi hukm qiluvchi o'zi. Xo'sh. Yani hakikaten tekrar bir ishni sinab bakıp, tirishib bakıp, anandaki mağlup bo'lgandan keyin yoki hakikaten o sharoitning qiyinchiliklarining ustidan g'olib kelolmaydiganligi aniq bo'lgan vaqtda men vatamdi. Yoki hech qanday bir tirishchanlikni sinab bakishni beshini o'tkazmay turibla bu yo'lni tutib atamdi degan masala men uchun aytdim. Buni her bir qarindishimiz o'zidan-o'zi so'rab javob topa oladi. Mening qarashimcha eng muhim narsa bayonma dedim, maqsad va niyat masalasi. Bu yerdan ko'chashga sabab bo'lgan maqsad yoki sebep zodi nima degan masala. Xo'sh. Buni har bir odam o'zi ichida biladi. Ba'zisini menimcha tilda ochiq ifodalashga xijil bo'ldi.
Ama içide bildim. Nima sebepten mengishni tanlaganligini. Ama mening tavsiyam shu. Mayli sharoit tufaylidan dunyoning qaysi yeriga ketayli. Mening hayotda ko'rgan tajribalarim va kitobda o'qiganlarimdan shunday bir xulosani inib chiqara olaymi deb o'ylayman. Xuddi chiniqay desam, chiniqadigan uskuni qo'yadigan yer yo'q uyimda. Yuguray desam, tehi tantarbiya oyig'i setib bo'lmadim, shunga yugurmadim deydigan kishilar bor. Xuddi shunga o'xshash. Yaxshi o'qiy desam, bizning muallim toza yaxshi dars o'tmaydi. Kitob o'qiy desam, kutubxonada odam jiq varangchuning, shunga kitob o'qiy olmayman deydigan kishilar bor. Mushu kishilarning uyi kengrib, chiniqadigan saymon setib olgandan keyinmi qarab qo'ying. Chiniqamdiki. Ular tinch kutubxonaga erishgandan keyin qarab qo'ying, ular kitob o'qimdiki. O'qimaydi. Ularning chiniqish uskunlari yana kiyim yaydigan bir joziga aylandi. Yani ko'pincha ahvolda atrofidagi sharoitni o'zining umutsizligining eng chong manbasi mushu deb qarab xulosa chiqargan kishilar. O'sha sharoit yaxshilangandan keyinmi? Yani ularning ahvoli yaxshilanmaydi. Men kichikimdan boshlab maosh oladigan oilada cho'ng'adim. Men bunda bir narsani kuzatgandim. Yani bizim uyda davomli anam bu dadamning her ikisi maaş alattı. Maaş yetmezlikten olan gibini kılattı. Aydın ayga aran maaş yetmegenlikten paranlarını kiçikimden başlayıp anlagandı. Keyin maaş yukarıda cıklaştı. Heli cıklaştı hatta. Bir kanç katı maaş üstüseldi. Ama bu maaş yetmezlik meselesi el olmadı. Yani devamlı bu maaş yetmedi. Hazır şunda karab baksam, hazır mı şundaki? Başka nurgun kişilerinin turmuşuna karab baksam mı? 3000 lira maaş aladigan bir adamның turmuşu 5000 lira maaş algandan keyin mi? Onun tüpki ihtiyaclarına xərcləydigan pulusu endi köpəyib ketdi. 3000 lira aladigan vaqtda ballarga kiyimni azərrək dükandan, məsələn, Türkiyədə LCY2'nin epegen bolsa kiyimni. 6000 lira maaş algandan keyin o ballarga aldigan kiyimni sal qimmatroq dükandan epirishga boshlaydi ekan. Shuningdan bu maaş yeni yetmaydi ekan. Yana bu maaş yetmedi deb qaqshaydi ekanmiz. Yani bir yerde biz özümüzün pozitsiyasını ve adetini özgertmegiçe bizning etrafımızdaki sharoit o'zgarib bergan taqdirdami biz hayotimizni hech o'zgartirmaymiz. Endi bir odam kitob o'qiydigan odam avtobusda minib kitob o'qiydi. İşleydigan adam Türkiye'de mi işleydi? Norveç'de mi işleydi? İşlemeydigan adam Türkiye'de mi işlemeydi? Şivisi'de mi işlemeydi? Tirişmeydigan adam Türkiye'de mi tirişmeydi? Kanada'da mı tirişmeydi? Bunu unutup kalmasımız lazım. Endi bu nimaga qilib? Bu xil pozitsiya men oldingi bir suhbatda tilga olgan bir oyat bor. Shu narsa endi Sura Ra'dda bu oyat. İnnallaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Bu oyatni biz Uyg'ur musulmonlar hali o'ylaymiz, xuddi peshonamizga kesib, uyib yozib oldigan bir oyat. Har qatim aynakka qarasak shu oyat ko'zimizga bir cheliqsa deyman. Yani Allah deydi ki sen o'zingning ahvolini o'zgartmagicha, o'zingning ruhiy qurilmasini, ma'naviy hayotini o'zgartmagicha Allah sening ahvolingni o'zgartib qo'ymaydi. Yani bir yerdeki logikalik tertip şu. En avval sen özünü özgertse. Bunun için Allah seni özgertir. Ama biz özümüzü özgertişten onuğa bu özgertişte sırtın başladığımızda bu özgertiş hakiki manada emelge aşmaydı. Hem emelge aşmadı. Biz reallıkka qarab baksak buldu. Hem emelge aşmadı. Aşı şarait hazırlangandan keyin mi? Tağını talqan çölünü bostan qılıp atқан qeyrindaşını görüp bakmadık. Bayam degandek, xuddi mishada turmushida 3-4 ming lirani qajlab yetkazolmagan qeyrindoshlarimiz-mi? Yana o'xshash boshqa joyga borgandan keyin 4-5 ming dollarni hayotida aran yetkazib menayotganligini ko'ryapmiz, anglayapmiz. Balkim sal rohat bo'lishi mumkin.
sel azadi bo'lishi mumkin. Ammo biz vatandan hijrat qilib chiqqanda, ko'chib chiqqanda, ashuni deb chiqqanmi? Sahobalar Madinada shirkat barpo qilib chiqqanmi? Dach setib olib chiqqanmi? Mashina setib olib chiqqanmi? Bu davoning odami yoki o'zini bir vatanparvar, dinsuyer degan bir odam moddiy qiyinchilik tufaylidanla bu davodan voz kechadi. Yoki moddiy qiyinchiligining yaxshilanishini, bu davoga qatnashmaslik, bu ovozni vaqirmaslikka shart qilamdi. Men hozir shu echinishlik narsani ko'ryapman. Bizning vatanparvarligimiz kundilik rohatimizni buzmag'ichilik darajada. Ya'ni biz chuqum 8 soat uxlagandan keyin namoyishga chiqishimiz lozim. Biz boshqa rohatlarimizni turib bo'lgandan keyin vatanparvarlik qilishimiz lozim. Ammo bu unday emas. Bu bizning hayotimizni ataydigan bir ish. Men nimishqa buni deyman desa, men chet eldagi barliq Uyg'ur bu davoning bir parchasi bo'lishi lozim. Xo'sh, xo'sh. Mayli qayerga hijrat qilayli, mayli qayerga ko'chayli, bizning dardimiz shu bo'lishi lozim. Men shu yerga ko'chib, millatning, vatanning, dinning davosini qilay. Shu yerda mush xizmatni yaxshiroq qilay. Hatto turmushim yaxshiroq bo'lsa, men texnik yaxshi xizmat qilay degan niyat qilishimiz lozim. Agar biz yaxshiroq bir jambaqay, oyatda mashina arzonkan, mashinani yaxshisini olay. Uy azod ekan, eslroq dachada yashay. Deb agar hayotimizdagi ko'zlaydiganimiz mushu bo'lib qolsa, o chaqda bizning haqiqatan holimizga voy. Biz haqiqatan bayon men misolga olgan, egildan qochib chiqqan eshakildan hech qanday farqimiz yo'q degan. Biz unda bir dardda bo'lmasligimiz lozim. Shu narsa esim keldi, Afg'onistonlik Urfat depreylarning bir nasri bor. Bu mana aytib ta'sir qilgan. Bu deydi. Hayot xuddi o'stangda eqiyotgan suvga o'xshaydi. Bu suvdan ba'zilar oltin qachida elib ichdi. Ba'zilar yog'och oyoqda elib ichdi. Ammo suv o'xshash. Faqat qo'limizdagi qachi o'xshash emas. Shu ba'zilar kumushda, ba'zilar oltinda ichdi, ba'zilar to'mirda ichdi. Ammo ba'zilar oyoqda ichdi. Ammo ichayotgan suv o'xshash. Shu bu yerda sal g'urgulroq yashash bilan noyati noch yashashning favqulodda mohiyatlik farqi yo'q. Bir insonning hayotining mohiyatlik farqi ega qiladigan narsa uning nima uchun yashaganligini bilishida. Nimani maqsad qilganligida deb o'ylayman. Endi oxirgi gapimni bir necha so'z bilan xulosalay. Endi biz shu chet elga chiqqandan keyin, mayli qaysi davlatga boraylik, men bayam hijratdan misol qilish orqali biroz o'pchi talablarni so'zlab o'tdim. Ammo biz o'zimiz shaxsiy hayotimiz haqida qiladigan bir qancha muhim ish bor. Mayli qaysi davlat yashashimizdan qat'iy nazar, cho'qim bizning ana ishimiz shu yerga borgandan keyin o'zimizni kuchlantirish, o'zimizni taraqqiy qildirishimiz kerak. Bo'lmasa u yerda yana inrob yetib, yana bu yerda yig'lang'ulik qilib, jon beqishni qo'yib kelgan bo'lsak, yana haqiqatan holimizga voy. Masalan, uchuq desak, Poloniyadagi yordam bek keng ekan. Asha, endi bu qarmoqqa qiyinchilik bizni shu yerga qistidi, endi hech qisi yo'q, amal yo'q desakmi? Ammo bir erkak buni hayotidagi bir maqsad qilib olsa, balkim bir mahal ko'rikdan o'tib olish uchun bu yordamga tayansa mayli. Mayli deyli endi. Ammo xudoga shukr, ajab mushunaga erishdim deb uni oxirgi pallasi qilib olishi haqiqatan bir nomus qilish deyishlik bo'lish. Uning uchun u davlatda o'zini kuchaytirishi lozim, tilini o'rganishi lozim. Berib qildigan ishning birisi shu. O'zini kuchaytirish deganlik bir hunar o'rganishi, bir texnik o'rganishi, bir kasb egallashi, tilni o'rganishi. Ya'ni qanday qilsam bu davlatda o'z kuchimga tayanib yashayman, qanday qilsam bu davlatda turib o'zimning vatani va xalqi uchun xizmat qila olaman deganni eng ana g'oyasi qilishi lozim. Agar unda bir g'oya qilmagan bo'lsa, unda g'oya qilmagan kishilar haqida paranglashishimizning faqat hojati yo'q deb o'ylayman. To'g'ri deysiz. Masalan, Turkiyaga kelgandan keyinmi, turkcha o'rganmagan son-sanoqli kishilarimiz bor. To'g'ri. Chet elga chiqqandan keyinmi shu davlatda yashab turib, shu davlatning tilini o'rganmagan minglagan, 10 minglagan kishilarimiz bor. İngiliz, Amerika'da 10 yıl, 15 yıl yaşayıp durup İngilizce kitap okuyamaydıgan nurgun Uygurlarını biliriz. Türkiye'de yaşayıp durup Türkçe kitap okuyamaydıgan sanatçı Uygurlarını biliriz. Bu bizge yaraşmaydı arkadaşlar. Bu nomus kılışkı tegişlik bir iş. Biz özümüzde küçükken vakitte anıldan keyin fırsat bizge kuşak açıdı. Bayan degenimge okşar.
Fursat tayyorligi bor kishilarga puchqani ochadigan narsa. U Allohning mukofoti. Tayyorlik qilgan kishilarga nisbatan beradigan bir mukofot. Ammo biz yetib olib turib. Masalan, bunda bir narsa misol qilaylik. Ikkalam bir safarga chiqdi. Shunlar ichadigan narsa yo'q, bir quduqqa uchirdi. Shunlar quduqqa tushib bu ikkisi su almoqchi. Shunlar ag'amchiga yomishib quduqni cho'nqir olg'achqa ikkilisi tushdi. İçinde su var ekan. Ammo bu suvni ip chiqarilsak bu ag'amchiga yomishib chiqolmay qoldi. Quduqning ichida qoldi. Endi quduqning ichida suv bor, anadagi o'zi azli elavaga yemeklik bo'lg'achqa, bular azli bir necha oy buning ichida yashay oladi. Ammo birisi dedi. Yana birisiga taptani qildi. Aslida birisini tushib suv olayli desam, sen unimay her ikkilimni tushirdi dedim. Qaram sening kasobatingdan biz bu quduqqa tushib ketdik. Sening kasobatingdan men o'rmonlikda mangal desam, sen tağda mangal deb bu quduqqa tushib qolding. Sening kasobatingdan deb yana taptani qilishga boshladi. Hayotda bek ko'p uchirtimiz bu qilishlarni. Shunlar bu taptani qilib har kuni qoqshidi. Nima gunoh qilgan bo'g'itdim? Nima po'qiyab bugunga qolgan bo'g'itdik? Sening keyingi bu safarga chiqmagan bo'lsam, mushu yo'lga mangmagan bo'lsam, mushu quduqqa tushib ketmagan bo'lardim. Mushu usuzlikni tatib qolmagan bo'lardim deb qoqshashga boshladi. Yana birisi suvni nayt avaylab, belki azroqdan ichib, yeydigan narsani avaylab, kunda men bir yerda bikatumay deb, yabig'irlab chiniqdi. Tamlaga necha kun bo'lganligini yezib qo'ydi. Shu sharoitlar ichida bir ishlarni qilishga boshladi. Kunlarning biri bularga birisi yana bir karvon o'tib qoldi. Şöyle ularga o'xshash suvga ehtiyoji bo'lib bu yerga keldi. Bu yerda suv olaylik deb og'amchini shunda sangilatsa, bu ikkisi bir og'am sangilab kelgandan keyin, "Uf, Xudoga shukr, biz qutuldigan bir narsaga erishdik" deb yamashdi. Qarasa yana bir aylan necha vaqtning yoki yana bir do'stiga o'xshash qaqshapla turgan. Bu ro'yjatga qaqshash uni nayda zaiflashtirayotgan, u chiniqmagan. Uni bilikida o'zini kutagida kuchi maqomiga. O ağamçı ne kadar tutup koysun mu? Tutkusu bu ağamçını söyleyip çıkanmadı. Şunlarla bedencini durgan kendisi anı yağmışıp çıkıp gitti. Ama yeni birisi gel kanca ağamçını tutup versin mu? Ama üzünü kütüğe güçlük, bilekini güçlü olmaganlık için çıkanmadı. Hem de sual şu. Yardım gelmedi mi? Geldi. Ulanın kıyınçılığı real mı? Evet mi? Real. Yani kuduklu çıkıp gitti. Ama şu kıyınçılık işi de azıtını tayyorlik qilgani, fursat kelgan vaqtda chiqoladi, faqat tayyorlik qilmagani, fursat kelgan vaqtdami bu fursatni qo'ldan berdi. Endi fursatga loyiq emas edi. O'zini tayyorlamagan. Shuningdek oxirida mana barliq hijrat qilgan ko'chman qarindoshlarga bayonqi oyatning yana bir ma'nosini degim keldi. Ya'ni Alloh bir qavmning o'zining ahvolini o'zi o'zgartmoqchi yordam bermaydi deganligi. Yana boshqa tushunsak, bir millet, bir şahs, avval o'zi qilalaydigan ishni voyaga yetkazib qilmaguncha Alloh u qilinmaydigan ishni qilib bermaydi degan. To'g'ri. Shunga biz hammamiz o'zimizdan, iymonimiz bilan, vijdonimiz bilan so'raylik. Mayli qaysi sharoitda yashashimizdan qat'iy nazar, mayli Amerikadek sharoiti yaxshi deb qaralgan yerda yashang, mayli Turkiyadek siz qaqshayotgan bir sharoitda yashang. Men mushu sharoitda qo'limdan keladigan barliq tirishchilikni ko'rsatdimmi? Anandan keyin shuni haqiqiy javob bersak, menimcha biz barliq qiyinchiliklarimizni hal qila olamiz deb o'ylayman. U vaqtda biz qo'limizdan keladigan barliq qiyinchilikni hal qilib bo'lgandan keyin Alloh bizdan albatta bu bendem o'z imkoniyati ichidagi barliq tirishchiliklarni ko'rsatdi. Endi navbat menga keldi deb cho'qim bizga shu og'amchini asta tashlab berdi. Ama bizde şu ağamçının tutqudek bir bilek, güç, niyet buluşu lazım. Menimcha yuqorqilar bir javob bo'la oladi deb o'ylayman. Xo'sh. Chiq uzatmaydi sizga rahmat. Ko'pdan-ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Programımızın vaqtimi to'shib qoldi. Şayet oxirlash tutaqnayet güzel içildi deb qarayman. Qadrli ko'ruvchilarimiz ham anglab o'tdik haqiqatan, ya'ni bizdek bir xalqningki albatta yuqorida Abdurim Davlat efendim so'zlab o'tgandek, ya'ni bizning aslida vatandan ayrilishdik. Ba'zi birlar yani istisna shaklda, mustasno shaklda az bir qismlarimiz chiqib hech qanday bir ko'chman bo'lish yoki bu yerda qilib qolish niyati bo'lmasin.
taqılıb qalğanlıq üçün yoki vatandagi ahvolning jiddiy o'zgarganligi sababidan qilib qolgan bo'lsaqmi, nurg'unlarimiz aslida muhojiratdagi, chet eldagi hammamizning ulug'vor niyatlari, nishoni bor bir kishilarimiz hamdi. Shuningga ko'ra yashashimiz albatta har davlatninki siyosati, u yerdagi xalqninki farqli bo'lishi bilan u bizningki mayli milliy, diniy jihatdan kimligimizni saqlab, avlodlarimizning kelgusida shu biz arzu qilgan, biz xiyolini qurayotgan shu davlatga loyiq bir shaxsiyatlar, kishilar qilib yetib saqlab qolish uchunmi har davlatda farqli kuch chiqarmasak, uningga ko'ra tayyorligimiz o'zimizdan boshlab shundoq bu qiyin sharoitlarda kuchli bir shaklda mayli o'qish, mayli imoniy, mayli milliy har jihatdan o'zimizni qurollantirmasak, kuchlantirmasak, hargiz o biz kutgan, biz arzu qilgan nishonlarga yeta olishimiz nihoyatda ham xiyol, quruq xiyol bo'lib qoldi. Shuningga ko'ra yashashimiz kerakligini mana bu Rasulullohninki shu eng dastlabki davrlardagi bu hijratning ruhiga asosan nihoyatda go'zal misollar bilan tushuntirgan bo'ldi. Hamda bu anglagandan keyin bundan keyin ham hozir mavjud mayli Turkiyada bo'lsin, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz yashayotgan yoki xalqimiz bo'lsin, bundan keyin bo'lmoqchi bo'lganlar bo'lsin, albatta buni o'ylanishi jiddiy shaklda, buningga ko'ra har jihatdan o'ylangan bir shaklda qadam bosishning naqadar zarur ekanligini his qilib turibmiz. Faqat dunyo uchun hattoki eng afsuslanarli bir narsaga abay so'zlayotgan, usta so'zlayotgan shuni his qildim. Shuncha vala ulug'vor nishonlarni qilib, hatto shu xalqning qon badaliga ma'lum bir davlatlarniki, mayli Turkiya bo'lsin, mayli yoki boshqa davlatlar bo'lsin, shu yerning kimligini, shu yerdagi zulm, vatanimizdagi zulmning badaliga ep bo'lib, shuning dardini anglitib olamiz ya biz vatandoshlikni, bu fuqarolikni. Ep bo'lib olgan kunning ertasidan boshlab, ilgari burun namoyishlar bu da'voning ichida ancha-muncha bo'lgan bo'lsa-mu, ertasidan boshlab bu da'voning hech bir yerda bo'lmaydigan, tap qilinmaydigan darajada bo'lib ketayotgan insonlarni ko'rimiz, anglaymiz buni. Buningdan ig'ir bir ichinishga qolamiz kerak ham deb o'ylab qo'ydim. Shu yerdagi shu xalqimizning ahuzarni, shu yerda beshiga kelganlarni deb qaqshab yurib, shuni sabab ko'rsatib turib elib, uning keyindan u millatga, u vatanga agar ig'irroq talaffuz qilib aytish to'g'ri kelsa, xiyonatdan boshqa narsa emaski bu. Shuning uchun sahobalarni so'zlab o'tadi ustoz. Niyatida hargiz dunyo va yoki bayoshat yashash bo'lmasimi, o'zining da'vosidan qilchilik ayrilmaganda, ammo yangi bir hijrat qilgan yurtidami Alloh dunyoni berdi, mol dunyoni berdi, hamma narsani berdi. Chunki ular o'zining mavqesidan ayrilmadi. Shuning uchun biz dunyoning nerede yashaylik, bu narsadan, bu asosiy maqsadimizdan, nishonimizdan ayrilmagan muddatcha Rabbimiz texmi ko'p fursat eshiklarini ochadiganligiga ishonchimiz komil bo'lishi kerak. Rabbim ömür bersa, 2 haftadan keyin yana o'xshash soatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.